Assalomu alaykum. Akalar, texnologiyaning jinnisini ko'rib qoldim. Shunga sizlarga ulashmoqchi bo'ldim. Mana qaranglar, mana tepadan tikka kelyapti suv. Hech qayerga bo'lingan yo'q. Keyin kelib turib, bu yog'i mana pastlikka qarab ketyapti. Maytdan uje tosh bilan suvni bu yoqqa olishaveryapti. Tepalikka qarab yuryapti. Hech qanaqangi beton hech narsa ishlatilmagan. To'lka qo'l mehnati, tosh, picha bunaqa ertisi plyonkalar bo'ldi, tamom. Mahorat qaranglar. Unchasini boshiga tegmaydigan narsa akalar. Qobiliyat. Mana bu suv ancha balandda, bu suv pastda. Bu yoqqa qarab ketyapti bu. Kak sharshara bo'lib ketyapti. Ko'ringlar qanday ketyapti. Bu yoqda bilmadim qayerga ketgan. Lekin bu yoqqa qarab ketyapti. Qoyil, lekin zo'r ishlangan ekan suv.